Har bir yangilanish va o'zgarishlarning tub mazmun-mohiyatiga e'tibor bersak, ularning barchasi shu muqaddas vatanda aziz sanalgan inson uchun ekanligi yaqqol namoyon bo'ladi. Sho'rchi tuman tibbiyot birlashmasiga qarashli Tolli oilaviy shifokorlik poliklinikasida "Bor mehrimiz shu vatan, shu xalq uchun" shiori ostida salomatlik aksiyasi o'tkazildi. Bizning Tolli oilaviy shifokorlik punktimiz 4 ta mahallaga xizmat qilamiz. Guliston, Tolli, Shakarko'l, Kanobod. Mana shu mahallalarda ijtimoiy himoya reyestriga kiritilgan oila a'zolari bugun chuqurlashtirilgan tibbiy ko'rikdan o'tkazdik. Bu tibbiy ko'rikni o'tkazishda maqsadimiz kerakli muolajalar qilindi, kasalliklarga kerakli manzilli yo'nalishlar berildi.